Ye, ustoz yana bitta kovul topibdi-ku. Avuni yili ham yangiga o'xshaydi-ya. Ye. Ye, bu yoqqa pisin olganini qarasin. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Ko'rib turganlaringizdek 2025-yilda ishlab chiqarilgan yana bitta Cobalt olib keldik. Bor 10 ming yurgan mashinani holatini sizga bitta shogirdlarimiz polni obzor qilib berib ko'ryapsiz. O'rta biqinidan o'ta qattiq urilgan. Bu nima qishoqlagan? Bu salba qishoqlagan bu. Ko'ryapsiz mana mashinani o'rtasidan ikkiga bo'lib qo'yadigan darajada urilgan, lekin bu mashinamizda motor, korobkalari, salon qismlari butun. Xudo xolasa shu mashinani idealni qilib kuzovga terib beramiz. Texpasport 25 bu mashinada. Polna, polik, chexol, hamma narsa qilingan mashina. Metan gazlarigacha o'rnatib qo'yibdi. Mana bitta motor xonasini ham ko'rsatib ketaverasiz. Motor xonasini ko'ryapsiz. Mana idealni turibdi, motorlari ham, korobkalariga ham ziyon yetmagan. Mashinani akkumulyatorda qo'ysak zavod bo'ladigan darajada turibdi. Xudo xolasa shu mashinamizni chiroyli qilib beramiz. Bu mashinamizni Paxtachi tumanidan oldik, Samarqand viloyati Paxtachi tumanidan oldik. Shunaqa DTP bo'lgan mashinalar O'zbekiston bo'ylab olamiz, sotamiz. Top bergan $100 hadyamiz bor. Hozir mashinani sizga bir qator o'zim obzor qilib beraman. Obki.